2025-yil 1-oktyabr do'stlar. Aka giloslaringizni ham tashlamayapsiz deganlarga do'stlar. Endi tashab nima qilyapmiz? Bayt ko'rsatganimiz yo'q edi, video ham qilmadik. Do'stlar, bayt shoppoli boqildirganman. Bog'ni ko'rishlaring mumkin. Shoppoli bog'ni ichida foydalansa bo'ladi deganlar, do'stlar, gilos ekib o'rganman. Gilos holatiga baho beringlar. Mana shoppolining orasiga gilos ekkanmiz, xudo xolasa shunchalik qilib mana. Batda 6 xil navlarimiz bor. Foni turesiga o'zini o'lchayapti sortda. Xudo xolasa mana 177 man. Mana ko'chat holatiga baho beringlar. Bog'ni ichiga qilingan, bog'dan ichidan foydalansa bo'ladi deganlarga. Do'stlar, mana yaqinroqga ko'rsating, giloslarni ko'ringlar. Do'stlar, mana gilos holatiga baho beringlar. Bo'yini ham ko'rsating. Mana gilos do'stlar. 3,5 metr do'stlar, mana dehqonchilar ham ko'rsatmayapti, bir ko'rsating. Mana do'stlar gilos. Mana tay vishniyada do'stlar. Gilosni ekasida meva qiladigan gilos, mana tay vishniyadagi gilos. Aka haqiqatan vishniyami deganlarga mana do'stlar. 100 vishniya mana. Bo'yini ham ko'rsating mana. Mana gilos. Shoptoli bog'ni ichidagi. Mana 177 man. O'sha bo'yindan ham o'tib ketgan mana gilos. Mana. Xudo xolasa gilosdan bog' qilaman deganlar, joylaringga qarab turib beryapmiz. Mana gilos. Bu nima deyapti do'stlar, mana. Mana dehqonchiliklar. Buni qo'ymayapti dedim, oxirida qo'yaman deb. Mana gilos qana bo'lgan deganlarga bitta ko'rsating mana. Mehnatlarning rohati do'stlar. Mana vishniya deganlarga 100 vishniya do'stlar mana. Mana do'stlar, qora gilos, achchiq gilosning nimasi bo'ladi mana. Rubo joyga tushaveradi do'stlar. Mana. Do'stlar, mehnatga lank bosib qo'yamiz. Gilos ko'chatdan bog' qilaman deydiganlarga do'stlar, bitta jo'natib qo'yamiz mana. Mana qayerda ko'rgansizlar bunaqa gilos mana. 4 metr. Sog' bo'linglar do'stlar. Salomat bo'linglar.